yo'llarda qara, atrofga qara. Mana biz maqtanib Namanganda chiroyli Namangan gullar shahri qilyapmiz berchi. Bilasizlarmi, bundaqa joylarimiz bizga yarashmaydi, barakamiz ketadi. Rayonimga hokimi kelib mana shu yerda yotadi. Avvallari muammoli bo'lgan ko'chalar bugun zamonaviy asfalt qoplamasi bilan ta'minlandi. Ichki yo'llar ravon va qulay holga keltirilib, mahalla aholisiga toza ichimlik suvi tarmoqlarining to'liq yangilab, xonadonlarga sof va uzluksiz suv yetkazib berilmoqda. Shuningdek, hududda elektr ta'minoti ham yaxshilanib, yangi simyog'ochlar o'rnatildi. Bu esa aholiga qulay va barqaror elektr ta'minotining ta'minlash imkonini bermoqda. Yangi Namangan deb nomlangan mahallamiz aholisining kayfiyati juda ham ko'tarinki ruhda. Nima uchun? Sababi hurmatli prezidentimiz 2025-yil sentyabr oylarida bizning mahallamizga tashrif buyurganlarida mahallamizni tubdan o'zgartirishga qaratilgan topshiriqlarni berib ketdilar. Juda katta pul mablag'lari ajratilib, mahallamiz juda ham tubdan o'zgardi. Mana bugungi kunda hozir biz guvohi bo'lib turibmizki, har bir soha, har bir tarmoq, har bir yo'nalishlarda bo'lgani kabi bizning mahallamizda xuddi shu kabi yo'nalishlarda ham juda katta o'zgarishlar. Infratuzilmasi tubdan o'zgarib ketdi. 1,5 yil oldin bizning qishlog'imizga kelgan biron bir fuqaro agar endi bugungi kunda keladigan bo'lsa, bu qishloqni umuman tanib bo'lmaydigan darajada chiroyli bir ko'rkam, har tomonlama bir bugungi zamon talablariga javob beradigan darajada chiroyli bir tusga aylanyapti. Amalga oshirilgan bunday ulkan o'zgarishlar mahalla fuqarolarining kayfiyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Ayniqsa fuqarolar har kuni Navro'z bayrami kabi mahalla yoshlari bilan o'tkazilayotgan bayram tadbirlari haqiqiy tantanaga aylanmoqda. Katta tadbir tashkil qildik. Tadbirimiz ham shu bugungi kunda eng asosiy maqsadimiz milliy qadriyatlarimizni yoshlarga yetkazish, milliy an'analarimizni yoshlar ongiga singdirish, milliy madaniyatlarimizni yoshlarga bir tafakkurda bir shakllantirish maqsadida bugun bu tadbirni tashkil qildik. Albatta bu tadbirga barcha ishtirok etdi, mahallamiz faollari, mahallamiz aholisi, yoshu keksalari barchasi ishtirok etib, juda ko'tarinki ruhda o'zlarini bir ko'rsatishdiki, men o'ylayman, kuzatuvlarim natijasi shuni beryaptiki, mahallamizda bironta inson qolmadiki, bugungi tadbirimizda o'zini faol ishtiroki bilan yoki qaysidir bir tarixiy qadriyatlarni esga olishi bilan yoki qaysidir tadbirlarda ishtirok etishi bilan yoki qaysidir an'analarimizni yoshlarimizga yetkazish bilan bog'liq bo'lgan jarayonlarda hamma birdek faol ishtirok etdi. Qo'shiqlar, milliy raqslar va samimiy tabassumlar bularning barchasi yangi Namangan mahallasidagi yangilanishlar samarasidir. Bugungi kunda ushbu mahalla nafaqat obod hudud, balki insonlar uchun yanada qulay va farovon yashash maskaniga aylanmoqda. Husniddin Hamidov, Rustamjon Soqjonov, Ovoz informatsion dasturi uchun Namangan.